Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Efirda kun mavzusi ko'rsatuvi. Bugungi mavzuda biz Hududgaz Samarqand gaz ta'minoti filiali boshlang'ich kasaba uyushmasining amalga oshirayotgan ishlar va jamoat shartnomasi orqali ishchi xizmatchilar uchun yaratilayotgan sharoitlar xususida suhbatlashamiz. Shu maqsadda bugun studiyamizga Hududgaz Samarqand gaz ta'minoti filiali boshlang'ich kasaba uyushmasi qo'mitasi raisi Safarali Azizovni studiyamizga taklif etganmiz. Assalomu alaykum Safarali aka. Studiyamizga xush kelibsiz. Tomoshabinlar. Umuman boshlang'ich kasaba uyushmasining asosiy vazifalari nimalardan iborat? Shu xususda gapirib o'tsangiz. Bugungi kunda Hududgaz gaz ta'minot korxonasi aksionerlik jamiyatining jamoat shartnomasi mavjud. Bu jamoat shartnomasi 17 ta ilova, 17 ta bob, 17 ta bob, 10 ta ilovadan iborat. Bular 23-25 yillarga mo'ljallangan jamoat kelishuvi hisoblanadi. Bu asosiy maqsadi buni ishchi xizmatchilarning ijtimoiy, iqtisodiy huquqiy himoyasi va ularning xavfsizligidan iborat. Rahmat. Bugungi kunda boshlang'ich kasaba uyushmasi qo'mitasi tomonidan Hududgaz Samarqand gaz ta'minoti filialida o'z faoliyatini qay tarzda olib boryapti? Bugungi kunda yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, rahbariyat bilan ish beruvchi bilan birgalikda ishchi xodimlarni vakili sifatida kasaba uyushmasi mana shu tuzilgan jamoat shartnoma 23-25 yillarga tuzilgan jamoat shartnoma, ya'ni kelishuv asosida ish olib boryapti. Bu asosda ishchi xizmatchilarning ijtimoiy, iqtisodiy huquqiy himoyasi kirgizilgan. Bu jamoat shartnomamiz yuqorida ta'kidlab o'tganimdek 17 ta bob, 10 ta ilovadan iborat. Bu jamoat shartnomada o'sha ishchi xizmatchilarning manfaati ko'zlangan. Rahmat. Jamoat shartnomasidan nimalar o'rin olgan? Bu jamoat shartnomamizda yuqorida ta'kidlaganimizdek, ishchi xizmatchilarning ijtimoiy, iqtisodiy huquqiy himoyasi kirgizilgan. Bu yerda o'sha ishchi xizmatchilarning ularning oila a'zolari va ularning o'zlarining sog'liqlari, manfaatlari va undan tashqari o'shalarni ishdan tashqari bo'lgan hollarda ularni maqsadli yo'naltirish maqsadida ularning turizm sohasiga, ularning sog'liklarini tiklash uchun sayohatlar, qolaversa o'sha tarixiy obidalarimizga ziyoratlar uyushtiriladi. Umuman boshlang'ich kasaba uyushmasi qo'mitasi tomonidan ishchi xodimlar uchun qanday qulayliklar yaratiladi? Misol uchun bir qanaqadir bo'limlarda bir tadbirlar o'tkaziladimi? Umuman ularga bir yaxshi sharoitlar yaratiladimi? Qanday? Umuman shu faoliyat xususida gapirib bering. Bugungi kunda mana shu Hudud gaz ta'minot korxonasida 1210 nafar ishchi xodimlar mehnat qilib kelishyapti. Bularning o'sha bizlar mana shu jamoat shartnoma orqali ularning sog'liklarini tiklash uchun sport tadbirlari, qolaversa sayohatlar, bundan tashqari o'sha olib borilayotgan faoliyatimizda ishchi xizmatchilar o'rtasida zakovat o'yinlari, qolaversa mana shu bizni faoliyat olib borib bugungi kunda nafaqa bo'lgan ishchi xodimlarimizni, ularni nafaqaga bo'lgan insonlarimizni ham bugungi kunda rahbariyat bilan kelishgan holda ularni holidan xabar olish yo'lga qo'yilgan. Rahmat. Safarali aka, umuman kelgusidagi rejalar nimalardan iborat? Shu xususda gapirib o'ting. Boshlang'ich kasaba uyushma qo'mitasi bilamizki, misol uchun ishchi xodimlarni nima deydi? Bir rag'batlantirish, qanaqadir bayram yo bo'lmasa bir bilamizki qanaqadir tadbirlar o'tkazishda faol ishtirok etadi. Umuman kelgusida qanday rejalarni maqsad qilib qo'ydingiz? Shu rejalar xususida gapirib bersangiz. Agar qisqacha ruxsat bersangiz to'xtalib o'taman. Endi xabarlaringiz bor.
24-yilda o'zi insonga e'tibor sifatli ta'lim yili dasturi deb e'lon qilindi. Buni bizlar ham ish rejamizni ishlab chiqib, ko'pgina ishlarni amalga oshirdik. 24-yilda o'zida birgina 1000 dan ortiq ishchi xizmatchilarimizni o'sha sanatoriyalarga ularning sog'liklarini tiklash uchun, o'sha yuqorida ta'kidlab o'tganimdek sayohatlarga, qolaversa ishchi xizmatchilarning ularning oila a'zolarini shu ommaviy madaniyatlarga, tadbirlarga jalb qilish maqsadida teatrlarga, qolaversa o'sha konsert dasturlariga chiptalar xarid qilib olib berildi. Undan tashqari mana bu yilgi bizda yana o'sha jamoa shartnomamizni 17-12 bandida kirgizib o'tilgan o'sha ko'pgina o'sha sog'ligini tiklash maqsadida jarrohlik operatsiyalarida o'tgan yilda o'ziga bizlar ishchi xodimlarimizni 10 nafardan ortiq ishchi xodimlarni ularning sog'ligini tikladik. Endi mana 25-yilda ish rejalarimizni qilib olganmiz. Mana 18-martda mana shu yig'ilishimiz bo'lib o'tdi. O'sha yig'ilishda jamoamizni yana qayta o'sha qilingan ishlarni bajarilishini tahlil qilib o'tdik va 25-yillarga reja qilib oldik. Biz ham 25-yilda ham o'sha bugungi kunda ham 1210 nafar xodimimizni ularni sog'liklarini tiklash uchun, o'sha bo'sh vaqtlarni maroqli o'tkazish uchun mana bugungi kunda o'zida ham hozir 100 dan ortiq o'sha ishchi xizmatchilarimizni Buxoro, Xorazm, Zomin tumanlarida, Toshkent viloyatlariga sayohatga yo'naltirdik. Undan tashqari mana bizda an'ana bo'lib qolgan narsa o'sha har yili ishchi xizmatchilarni sport tadbirlari o'tkazish masalasi. Mana yaqinda o'sha 16 ta tumanimiz bor, 5 ta gaz taqsimlash shoxobchalarimiz bor. Mana shularda o'sha sport o'yinlarini tashkil qilib kelyapmiz. Mana bugungi kunda 8 ta tumanimizda o'sha sport tadbirlari, mini futbol o'yinlari o'tkazilib kelyapti. Mana shu sentyabr oyiga mustaqillikkacha o'sha sport tadbirlarini o'tkazib, nasib bo'lsa, Xudo xolasa, mana shu mustaqilligimizda final o'yinlarini o'tkazmoqchimiz. Bundan tashqari ham oldimizga qo'yilgan maqsadlarimiz ko'p. O'sha yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, kasaba uyushmasining asosiy vazifasi hisoblangan ishchi xizmatchilarni ijtimoiy, iqtisodiy huquqiy himoyasi ekan. Biz o'sha ishchi xizmatchilarni sog'lom turmushini yaratib berishda ko'pgina ishlarda rejalarimiz bor, amalga oshiramiz. Demak, bu umuman boshlang'ich kasaba uyushmasi qo'mitasining rejalari, to'g'rimi? To'g'ri. 2025-yilning may oyiga qadar bilamizki, mana tumanlarda, umuman bo'limlarda jamoa shartnomasining muhokamalari bo'lib o'tdi. Shu muhokamalar haqida ham to'xtalib o'tsangiz, bu yerda asosan nima, jamoa shartnomasi tuzilganda ishchi xodimlar bilan qanday kelishuvlarga erishilyapti? Bugungi kunda mana yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, o'sha jamoa shartnomaning asl maqsadi ish beruvchi bilan kasaba uyushmasi o'rtasidagi kelishuv. Bu ishchi xodimlarning ularning manfaatini, ya'ni rag'batlantirish, o'z vaqtida ish faoliyatida olib borayotgan ishlarini xavfsizligini, qolaversa ish jarayonlarida ularni o'z vaqtida ish haqlarini to'lab berish masalasi yoki bo'lmasa o'sha ish jarayonida ularni yaxshi ko'rsatkichlarga erishganda ularni rag'batlantirish masalalari ham ko'rsatib o'tilgan. Bittagina 24-yilda o'zida qisqacha to'xtalib o'tsam, o'sha mana har bitta o'sha mustaqil O'zbekistonimizning bayramlari bor. O'sha mustaqillik, Qurbon hayiti, ro'za, Ramazon oylarida o'sha har bitta xodimlarimizni o'zini o'rnak ko'rsatgan ish xodimlarimizni o'z vaqtida sovg'alar va esdalik sovg'alar va pul mukofotlari bilan rag'batlantirib boriladi. Demak, qisqacha mavzular shunday iborat. Hurmatli teletomoshabinlar, bizlarga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetmoqda. Keyingi dasturlarimiz orqali ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.